War modni o'ynaymiz do'stlar. Video boshlamasidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qanalimizga video boshladik. Let's go. Lekin do'stlar, bu oddiy mod emas. Ya'ni bu eshitishim bo'yicha bu mod sizni kompyuteringizni buzib qo'yishi mumkin. Ya'ni ish so'lingizga qandaydir rasmni videoga jo'natib yuboradimi, bilmalar shu narsa qilishi mumkin. Mayli, unda cho'zilib turmasdan boshladik o'yinni. Let's go. Birinchi bo'lib rasmini ko'ryapsiz do'stlar, qanaqa modligini. Xullas shu modni mazza qilib o'ynaymiz. Mazza emas, lekin qo'rqishimiz mumkin. Agar qo'rqita olsa, buni video davomida o'zingizlar ko'rishingiz mumkin bemalol. Nima deyapsiz? If I wind here. O'yinchi bu. Lekin men qo'shganim yo'q. Bu haqiqiy o'yinchi emas bu. O'zim mirimga kirsam shuni shu ismni bilan join game deb chiqyapti. Active 2. Yo, o'yinchi ko'z tushyapti. Nima kulgilisan deyapti. Sen kulgilisan deyapti. Nima kulgiliman? Yo. Tarjima qilib Sakin so'zlari. Yo, nima bu? Yo. Qanday? I don't like you killing me. Men seni ko'raman, samon o'ldirishni. Nima? Chatga qanday yozyapti? Yo, lekin o'sama. Meni kompyuter buzib kirish, ishonmayman lekin. Qanday oddiy mod kompyuter buzib kirishi mumkin? Bu nima? Yo. Nima deyapti? Men sen yaratgan meda dunyoyini ko'ryapman. Nima? Kamera kirib ketyapti. Men kirmayapman do'stlar, mana. Meshkam kursorni ko'ryapsiz. Yo, nima? Sen o'lishing. Yo.